Poytaxtimizdagi Olimpiya shaharchasida taekvondo WT bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati start oldi. Kecha musobaqaning tantanali ochilish marosimi va dastlabki final bahslari o'tkazildi. Unda finalgacha yetib kelgan terma jamoamiz a'zosi Alisher Pak plus 78 kg vazn toifasida kumush medalga sazovor bo'ldi. Bugungi bellashuvlarda ham 3 nafar hamyurtimiz medallar uchun kurash olib bormoqda. Shuningdek, Toshkentda yana bir nufuzli musobaqa badiiy gimnastika bo'yicha Jahon Kubogining ikkinchi bosqichi o'z yakuniga yetdi. 39 mamlakatdan tashrif buyurgan sportchilar o'rtasidagi bahslarda hamyurtlarimiz 2 ta oltin, 1 ta kumush va 3 ta bronza medallariga sazovor bo'lishdi. Terma jamoamiz yetakchisi Taxmina Ikromova 2 ta oltin, 1 tadan kumush va bronza medallarini qo'lga kiritgan bo'lsa, Lola Jo'rayeva 2 ta bronza medalini keltirdi. Qolaversa, Qirg'iz Respublikasi poytaxti Bishkek shahrida sport kurashlari bo'yicha Osiyo chempionati yakunlandi. Musobaqaning so'nggi kunida erkin kurashchimiz G'ulomjon Abdullayev 61 kg vaznda bronza medaliga sazovor bo'ldi. Umumiy hisobda terma jamoamiz musobaqaning 2 ta oltin, 2 ta kumush va 7 ta bronza medallari bilan yakunladi.